Assalomu alaykum azizlar, sizlardan ko'plab iltimos bola psixologiyasiga oid videolar ham yozing, bola tarbiyasi haqida videolar yozing degan so'rovnomalar kelib tushadi. Mana shu so'rovnomalar talablaringizga binoan bugun bola psixologiyasi haqida video yozishga harakat qildim. Ma'ruzani boshlashdan oldin bitta juda ham muhim narsani aytib o'tmoqchiman. Biz hammamiz bolaligimizning bolasimiz va ota-onamizning farzandimiz. Biz o'zimizni katta bo'lgandagi hayotimizni bolalikda qabul qilgan qarorlar asosida shakllaymiz. Ya'ni bizga ota-onamiz qanday munosabatda bo'lgan bo'lsa, biz ham o'sha katta bo'lganimizda o'zimizga xuddi shunday munosabatda bo'lamiz. Mana bu ota-onaning farzandga bo'lgan tarbiyasida juda ham katta mas'uliyatlikni bir yaqqol ko'rsatib beradi. Ya'ni qaysiki ota-ona farzandga agar sen o'z qo'lingdan hech narsa kelmaydi yoki bo'lmasam sen kimman bo'larding deydigan bo'lsa, bola ham o'ziga o'zi shunaqa deb aytadi katta bo'lganda. Ya'ni men kimman bo'lardim o'zi. Va albattaki mana shu qarorlar yoshlikda olingan qarorlar, bolalikda qilingan qarorlar o'sha katta bo'lganda hokisor bo'lishga yoki ikkinchi o'rinda, uchinchi o'rinda, oxirgi o'rinda bo'lishga olib keladi. Chunki ota-ona farzandga mana shunday munosabatda bo'lgan edi. Ya'niki farzandni gapi hech narsa emas. Bola masalan to'yganini ham bilmaydi, to'ymaganini ham bilmaydi. Shunaqa ota-onalar bor-ku, masalan bolalari ko'p ovqat so'rashsa aytadiki, ota-ona o'ylaydi bola to'yganini ham bilmaydi, to'ymaganini ham bilmaydi deydi-da, ota-ona cheklaydi. Yoki bo'lmasam ba'zi ota-onalar bor, aytishadiki, bolani urib, so'kib, qattiqqo'llik bilan tarbiya qilish kerak deyishadi va bolani har qanday bo'lgan qiziqishlarini, har qanday bo'lgan qandaydir bir proyavleniyalarni ota-ona butkul sindiradi va natijada hayotga hech narsaga qiziqmaydigan bir farzand yetishib chiqadi. Men bugungi videoda ayniqsa bolalarning nima uchun qo'rqoq bo'lib o'sishlari va bunga nima sabab bo'ladi va bu qanday oqibatlarga olib kelishini batafsilroq ko'rsatmoqchi edim. Chunki menimcha bu juda ham dolzarb mavzu. Men shu narsani ayniqsa o'zbek mentalitetida ko'p kuzataman. Bizni odamlarimiz juda ham hokisor, odamlarimiz o'z manfaatlarini hech qachon himoya qilishmaydi, hech qachon o'z qiziqishlarini ilgari qo'yishmaydi. Oddiy misol, bir o'rtoqlari bir narsani so'rashganda o'zini vaqti bo'lmasa ham, o'zini imkoni bo'lmasa ham yo'q deya olmaydi. Odam albattaki shu masalan ulfatlarini aytganini qiladi, o'rtoqlarini aytganini qiladi. Keyin bora-bora masalan nachalnigi, direktori masalan biror narsa deydigan bo'lsa, biror ish yumush buyuradigan bo'lsa, o'zini vaqti yo'q, masalan bolasini bog'chadan olish kerak yoki bo'lmasam xotiniga biror narsani va'da berib qo'ygan bo'lsa ham, o'sha o'zini va'dasidan, o'zini talablaridan osonlikcha kechib yuboradi. Chunki deganda qo'rqadi, ishdan haydab yuborarmikan direktorim yoki bo'lmasam men bir nima desam ekan, persona non grata statusiga tushib qolsam, demak menga oyligimni ko'tarishmaydi yoki premiyadan meni mahrum qilishadi deb. Ya'ni bu bola yoshligida qo'rqib o'sgan odam mana shunday bir oqibatlarga olib keladi. Mana shu yoshlikdagi qo'rqitish. Bu yoshlikdagi qo'rqinchlarga qanday olib kelinadi va qanday tarbiya tutgan, qanday tarbiya qo'llanilgan, mana shuni ko'rib chiqamiz. Bola psixologiyasi shunaqa bir nozik narsaki, har bir bolada individuallik juda ham yaxshi rivojlangan, faqat ota-ona buni ko'rmaydi. Ota-ona o'ylaydiki, bola hech narsani bilmaydi va ota-ona katta sifatida ota-onani vazifasi unga yo'l ko'rsatish, uni nima desam ekan, bir narsaga to'g'rilab yuborish. Masalan, bilamiz-ku, bola kosmonavtikaga qiziqadi, u masalan mashina yig'ishga qiziqadi, lekin ota-ona bolasini masalan aytaylik, doktor bo'lishni xohlaydi. Chunki ota-ona o'zi orzu qilib yetishmagan orzusida bolasida mana shu narsani ko'rishni xohlaydi va bolani butkunlay hamma narsasini, qiziqishlarini o'ldirib yuboradi. Aslida bu bola balkim butun dunyoga xizmat qiladigan kosmonavt bo'lib yetishi mumkin edi. Lekin bola kosmonavt ham bo'lib yetishmaydi, ota-onasini orzusi orqali doktorlikka o'qib bir talkovoy doktor ham bo'lib yetishmaydi. Mana bu oqibatlarining bittasi. Endi buni sababi har qanday farzand
har qanaqangi travmani yengishga qodir, faqat ota-onasini поддержкасы bo'ladigan bo'lsa. Farzand ota-onani поддержкasiga, ota-onani mehriga, ota-onani bir mehrli nigohiga hatto juda ham zo'r, chunki deganda biz buni ko'p marotaba oilaviy расстановка degan texnikalarda ko'rganmiz, qanaqa qilib bola onasi tomon talpinadi, faqat ota-onasini hamma narsadan ustun ko'radi va ota-onasi uchun har doim yaxshi bo'lishni xohlaydi va mana shu yaxshi bo'lishlik, nima desam ekan, mana yaxshi bo'lishlikka chanqoqlik hayotda mana shunday o'zini emas, boshqalarni tanlashga olib keladi. Har bitta bolani, haligi aytganimda, individualligini ko'rishni bir oddiy misolda aytib beraman. Aytaylik, ikkita bola, yoshi ham bir xil, jinsi ham bir xil, kelib chiqish sharoitlari ham bir xil. Agar o'sha ikkita bola yolg'iz qoldirib ketilsa, bittasi aytadiki, "O" deydi, "Ota-onamiz yo'q, davay" deydi, "Hozir aboylarni yirtamiz" deydi yoki bo'lmasam davolga chizamiz deydi. Ikkinchi bola uchun ota-ona buni tashlab ketgani o'ylaydiki, ota-onam meni tashlab ketdi, men kerak emas ekanman deb o'ylaydi. Mana qarang, ikkita bir xil shaxsning, ikkita bir xil bolaning bitta masalaga qanday ikki xil yondashuvi mana guvohi bo'lib turibsiz. Ya'ni bitta bola uchun bu nima desam ekan, svoboda, erkinlikni anglatadi. Ikkinchisi uchun esa meni tashlab ketdi deb o'ylaydi. Ota-onani farzanddan ayniqsa 2 yoshgacha bo'lgan muddatda umuman ajralmasligi kerak, chunki bola ayniqsa birinchi 3 oygacha uni ko'zi hali to'liq ko'rmaydi. Agar e'tibor berib qaragan bo'lsangiz, yosh go'daklarning ko'zi xuddi bir xiraday, xuddi bir uni ko'zi bitta narsaga qaramaydida, aylanib yuradi. Mana shu uning hali nima desam ekan, onadan to'la ajralib chiqmaganligini ko'rsatadi va onasi, agar sezgan bo'lsangiz, 2-3 oylik bolalar ona 1 metrdan uzoqlashsa, o'sha bola onamni yo'qotib qo'ydim deb o'ylaydi va yig'lashni va onasini chaqirishni boshlaydi. Sekin-sekin 5 oylik, 6 oylik bo'lgan sayin masofa kengayadi, lekin bola hali onasi bilan to'g'ridan-to'g'ri bog'liq, chunki 1 yilgacha, hech bo'lmaganda 1 yilgacha bolani emizish shart, chunki deganda bola hali onadan to'liq ajralmagan bo'ladi. Har qanday bolani sutdan chiqarish harakati bola uchun bir o'limday narsa, chunki bola o'ylaydiki, men onamga kerak emas ekanman, men bu dunyoga kerak emas ekanman. Bu dunyoga kerak emasligimiz bizni onamizga kerak emasligimiz, chunki nima desam ekan, biz hayotga qo'rqmasdan ha deyishimiz uchun onamizga qo'rqmasdan ha deyishimiz kerak bo'ladi. Chunki hayot bizga to'g'ridan-to'g'ri o'zi kelib qolmagan, hayot bizga ota-onamiz orqali kelgan. Demak, men ota-onamdan, ayniqsa onamdan hayotni to'laligicha ololmas ekanman, men hayotni to'laligicha ololmayman. Ya'ni hayot menga hamma narsa berishga tayyor, lekin men ba'zi bir qismini olaman-da, ba'zisini ololmayman. Masalan, bir xillarni ko'ramiz. Puli bor, lekin oilasi yo'q. Oilasi bor, puli ham bor, lekin farzandi invalid. Ya'ni bir narsasida nuqsoni bor. Bu degani odam hayotni to'laligicha o'ziga ola olmaydi, o'ziga ravo ko'rmaydi. Buni asli sababi shu odamni onasi bilan onasiga bo'lgan yo'lni uzilishi deyiladi. Albatta ko'p odamlar aytishi mumkin, yo'q, men onam bilan juda ham munosabatim yaxshi, meni onam bilan munosabatim, biz yaqin dugonalarmiz, biz yaqin sirdoshlarmiz deb aytishlari mumkin, lekin bu bizning tanamizning o'ylashi. Biz ko'pincha afsuski tanada yashaymiz, o'y xayolda, kallada yashaymiz. Qo'pol qilib aytadigan bo'lsam, qalbimiz esa umuman bu kallamizni, aqlimizni teskarisi va qalbning yo'lini ko'pincha biz ko'rmaymiz, bilmaymiz va albatta qalb tinmay onaga intiladi va agar mana shu intiladigan yo'l bo'lingan bo'lsa, qayerdadir bir kesiladigan joyi bo'ladigan bo'lsa, mana shunday katta talofatlarga olib keladi. Ya'ni hayotda o'z o'rnini topa olmaslik, o'z o'rnini bilmaslik, hamma narsadan qo'rqishlik, hamma narsaga hadiksirab qarashlik va bu dunyoni jang maydoni deb hisoblaydi o'sha odam. Ya'ni bu dunyoda hamma narsaga jang qilib erishish kerak. Ya'ni o'zidan o'zi osonlikcha pul kelmaydi, o'zidan o'zi osonlikcha menga yordam beradigan odamlar hayotimga kirib kelmaydi deb ishonadi va hamma narsaga o'zim harakatim bilan, ya'ni erta-yu kech tinmay ishlab harakatim bilan erishishim kerak degan bir filosofiya bilan yetishadi o'sha odam.
Juda ham ko'plab mutaxassislar bor. Bu mutaxassislar bir yakdil qarorga kelishdiki, bolaga travma yetkazmaslikning ya'ni imkoni deyarli yo'q. Har qanaqa oila, har qanaqa ota-ona, qanchalik yaxshi ota-ona bo'lmasin, bolaga baribir travma yetadi, chunki haligi aytib o'tganimdek, bir ota-onani mehri har xil farzandga har xil yetib boradi. Mana o'zingiz ham guvohi bo'lgansiz. Bitta oilada masalan 5 ta farzand bo'ladigan bo'lsa, bitta ota-onani farzandi bitta muhitda yashab tarbiya ko'rganidan farqli o'laroq beshalasi ham har xil. 5 tasidan bittasi masalan doim tushkunlikda, bittasi juda ham zo'r rivojlanib ketgan, pul topishda ham shustri, oilada munosabatlarda ham shustri bo'lishi mumkin. Ya'ni ba'zan hayron qolamizda, bitta ota-onani farzandi deymiz. Mana shu narsa ham yaqqol bizga ko'rsatib turadiki, bolani individualligi uni hatto tug'ilmasidan ham shakllangan bo'ladi, lekin biz bunga ko'zimizni yumamiz va o'zimizning qonun va qonunlarimiz asosida mana shu tug'ilgan bir murg'ak dunyoni o'zimizni qolipimizga solamiz. Mana shu mutaxassislarning fikricha, har qanday farzand o'ziga keladigan har qanday travma bilan kurashish qudratiga ega, qachonki farzand ota-ona uni uchun yonida turib berishligini bilsa. Tasavvur qiling, farzand bir qandaydir maktabda, aytaylik bog'chadami, bir o'rtog'i bilan talashib qolib, bir gap eshitib keldi yoki bo'lmasam qandaydir bir urushqoqlik bo'ldida, qandaydir bir ko'ngilsizlik bo'ldi. Farzand kelib ota-onasiga agar mana shundan shikoyat qiladigan bo'lsa, otasi aytsa, sen o'zi o'g'il bolamisan, kimsan, nima qiz bolaga o'xshab yig'lab o'tiribsan, nima o'zingni haqqingni talab qila olmadingmi desa, mana shu bola uchun juda ham katta udar bo'ladi. Yoki bo'lmasam qiz kelib onasiga shunga o'xshagan bir narsani aytsa, onasi aytsaki, o'zingdan bo'lganda, o'zingdan birinchi boshlangan, o'zing shunga sabab bo'lgansan yoki bo'lmasam o'zing shunga turtki bo'lgansan deydigan bo'lsa, bola biladiki, bu dunyoda uning bir himoyachisi yo'q ekan, bu dunyo bir jang maydoni va bu dunyoda bo'ladigan hamma, erishiladigan hamma narsaga jang qilib erishish kerakligini tushunib yetadi. Buning oqibatlari shundayki, masalan, ota-onalar kuzatishi mumkin, bolalari doim yolg'on gapirishadi. Masalan, bir narsani so'rasangiz, bir narsani qildingmi deb so'rasangiz, bola qilmadim deb javob beradi. Chunki ota-onasidan urush eshitishdan qo'rqadi, ota-onasi unga dakki berishdan qo'rqadi. Biror narsani ota-ona bolaga buyursa, lekin qilgan ishidan norozi bo'lsa, o'zi biluvdim, senga aytmasligim kerakligini biluvdim, qayerdan ham o'zi senga ish buyurdim, sen qo'lingdan nima ham keladi, sen bir normal bir ishni ham yetkazib bera olmaysan. Masalan, mana o'rtog'ingni qaragin, o'rtoqlaring mana shu narsalarni qilib qo'ygan, senga bir ish buyurib odam baraka topmaydi deyveradigan bo'lsa, bola shu qadar qo'rquvga tushadiki, u ikkinchi marta birinchidan aytganingizni qilmaydi. Ikkinchidan bir narsani nito qilib qo'ygan bo'lsa, o'sha rezultatni sizdan bekitishga harakat qiladi. So'rab aytganingizda ham to'g'ri javob bermaslikka harakat qiladi. Chunki deganda farzand uchun ota-onasini yomon gapini eshitish o'lim bilan baravar. Chunki deganda juda ham yana yoshlikka qaytadigan bo'lsak, bolani bu dunyoda yashab qolishi, bolani bu dunyoda tirik qolishi to'g'ridan to'g'ri uni onasiga bog'liq. Chunki ona boladan xafa bo'ladigan bo'lsa, bolaga oddiy misol sut bermaydigan, emizmaydigan bo'lsa, yoki bo'lmasam jahl qilib unga ovqat bermaydigan bo'lsa, yoki bo'lmasam bor ana burchakda turdi, burchakka turg'izib qo'yadigan bo'lsa, bola och, nahor burchakda qolib ketadigan bo'lsa, bu bola uchun hayotini tugashi bilan baravar. Shuning uchun bola har doim ayniqsa onasini mehriga zor bo'ladi. Nima qilsa hamki shu onasi xafa bo'lmasin deydi. Shuning uchun qo'rqoqlikka, yolg'onchilikka va kelajakda o'z manfaatlarini himoya qilmaslikka aynan ota-onasining dakki berishi sabab bo'ladi. Azizlar, mana shu yerga kelganda men o'zim guvoh bo'lgan bir ikkita ssenariy haqida aytib o'tmoqchiman. Men juda ham ko'p solishtiraman Yevropa davlatlari, rus bolalari yoki o'zbek bolalarini bizni mentalitetimiz bilan solishtirishni yaxshi ko'raman. Alhamdulillah bunga imkoniyatlarim bor, chunki men Yevropada yashayman va bu yerni mentalitetini, boshqa mentalitetlarni ko'rib solishtirish imkonim bor. Shuni aytishim kerakki, Yevropani odamlari
qo'rqmasdan o'zlari haqida gapira oladilar. Ya'ni meni ismim Dildora va men professional coachman deb o'zlari haqida baralla ayta oladi. O'zbek odami xuddi shunday yaxshi mutaxassis bo'lsa ham nima deydi? Men endi bir kichkina odamman, men endi bir nima desam ekan, shu mayli shu burchakda o'tirib turaman yoki bo'lmasa mayli shu ko'rinmayroq turaman degan o'z haqida intro qilib beradi. Buni sababi ham aytganimdek shu nima desam ekan, hokisorlik, hech kim bo'lma, ko'rinma, kattalarga qarama, kattalarga gap ko'rsatma, yo'l ko'rsatma, gap o'rgatma deb tinmay dashnomlar ostida o'sganimiz sababli. Hozir men aytmoqchi bo'lgan misol esimda, biz bog'chaga borganda shu biz borgan bog'chada yevrey oilalari bor ekan va bu yevrey oilalarini yosh bolachalari shu bog'chaga borar ekan. Endi mana shu bog'chada haligi yevreyning, yahudiyning 3 yoshli qizchasi bilan suhbatlashib qoldim va mana shu suhbat jarayonida ishlatilgan so'zlar meni shu qadar lol qoldirdiki, 3 yoshli qizni qo'lida kamerasi bor edi, fotoapparat. Ya'ni o'sha fotoapparatda u selfie qanday olinadi menga tushuntirib beryapti. Selfie olishni, selfie u nima, boshqa kameraning o'ziga qaratilgan kamerasi bor, tashqariga qaratilgan kamerasi bor. Mana shularni polkasiga qo'yib tushuntirib beryapti. Men og'zim ochilib o'tiribdi. Men har bitta u gaplashayotgan gapimni tanlab ko'rmoqchiman. Bola tushunarmikan, tushunmasmikan, bolani darajasiga, o'zimni bolani darajasiga tushiryapman. Toki u menga "Ziraging juda ham chiroyli ekan, menga ziraging yoqdi, qayerdan olgansan?" degan savolni bergangacha. Mana shu yerga yetganda men tushundimki, bu bola oddiy bola emas. Men unga haligi bolalarcha o'tirib, adibada qilib o'tirishim juda ham nima desam ekan, noo'rin. Chunki bu bola katta yoshdagi odamlar olib boradigan suhbatni olib bora olish qudratiga egaligini bildim. Endi uyga ketish oldidan darslar tugagandan keyin oshxonaga kirib ko'rdimki, oshxonada shu tuxumlar turgan ekan. Men aytdimki, bolalar balkim och qolib ketgandir, qornlari ochgan bo'lsa, bitta ikkita sendvich qilaylik dedimda. Men o'zim oshxonada taqir-tuqur qilish bir hunarim ham bor. Umuman olganda har bir o'zbek ayoli menimcha tug'ilganda qo'lida kapkir bilan tug'iladi. Mayli, gap unda emas, sal chetlab ketdim. Men bolalarga sendvich qildim. Oddiy kolbasa bilan tuxumli, u yerda quymoq qiladigan o'zini mashinalari bor ekan, vafli yasaydigan. Men aytdim, juda ham bir quvnoq ish bo'ladi. Keling, mana shu oddiy sandvichni mana shu quymoq qiladigan apparatda bosamiz, ana u jimjimador bo'lib chiqadi deb shunaqa bir sendvich qilganimda, haligi yahudiy qiz menga keldida aytdi, "Bilasanmi?" dedi, "Bitta o'rtog'im kelib qoldi" dedi. Ota-onasi ularni olib ketishga kelgan, lekin qo'shnisini qizi bilan kelgan ekan. Qo'shnisini qizi bu qizchani dugonasi ekan. Aytayaptiki, "O'rtog'im kelib qoldi-da, unga ham tezgina bitta sendvich qilib ber" dedi. Eshityapsizmi? Men unga kimman? Men uni xizmatkori emasman. Men shunday fikrga keldimki, yahudiylar bolalarini shunaqa tarbiya qilar ekanki, xuddiki butun dunyo, mana bu dunyo yahudiylarniki. Biz esa ular bilan bir nima desam ekan, bir arenda qilib yashayapmizmi? Shu dunyoni ular bilan bo'lishib yashayapmiz, lekin bu dunyoni egalari ular. Ya'ni yahudiylar yoshligidan mana shunga ishonib, qat'iy ravishda bu dunyo biz uchun yaralgan degan filosofiya bilan o'sar ekan. Mana shu yerga yetganda yahudiylar bilan bog'liq bo'lgan yana bitta istoriya esimga tushib qoldi. Terapevtim aytib bergan. Zubnoy terapevt, ya'ni stomatologga borsam, mendan oldin uni yoniga bir mijoz kelgan ekan. Mijoz 3 yoshli bolasini doktorga olib kelgan ekan. Uni tishi og'riyotgani uchun terapevt unga tishiga ukol qilishi kerak ekan va mana shu ukolni bola ukol qo'ymaysan deb turganmish va mana shunda haligi yahudiy bolani ota-onasi unga 45 minut tushuntirgan ekan, bu ukolni nima uchun qo'yish kerak. Agar ukol qo'ymasa, tishing og'rishda davom etaveradi. Tishing og'rishda davom etaversa, qurigan, chiriganlari tishingni ildiziga kirib, keyin u pastga tushib ketib, yana asab tiziminga kelajakda muammo yaratadi deb 45 minut tushuntirgan ekan. Bizni o'zbek odami nima qilgan bo'lardi, o'zbek ota-onasi? O'chir ovozingni, hozir mana shu ukolni qo'yasan, bos, oyoq qo'lini ushlab bos deb hattoki ota-ona u bolani
bolalani qo'li oyog'ini zanjirband qilib ushlagan bo'lardi. Mana sizga ikkita misol, tarbiyaning ikkita yaqqol misoli. Azizlar, yana bir marta aytib o'taman, bola psixologiyasi juda ham nozik. Iltimos, bolalarga bir tushuncha bilan yondashing, bolalarga nima desam ekan, bir kirishimli bo'ling, tushunarli bo'ling. Albattaki bola shovqin qiladi, albattaki bola o'zi bilmaydi nima qilayotganini. To'g'ri, bir hisobdan ota-ona ham haq. Albattaki bola nima desam ekan, qoni junbushga kelgan bo'ladi. Buni tushunchasi oddiy, chunki uni tanasidagi kletkalar bo'linib o'syapti. Kletkalar bo'linganda nima bo'ladi? Ular harakatga keladi va atrofidagi bo'lgan narsalarni albatta teginadi, turtinadi, suriladi, boshqa qiladi. Chunki bu tabiiy proses va buni bola o'zi ham anglab yetmayotgan bo'lishi mumkin, lekin biz kattalar buni anglab yetgan holda bolalarga bir sillai rahim bilan yondashishimiz kerak va ularni talantlarini yuzaga chiqarishda, katta odam bo'lishlarida o'z hissamizni qo'shishimiz kerak. Afsuski, o'zbek mentalitetida bolalarga bir investitsiya sifatida qaraladi, ya'ni men qariganimda meni boqadi degan falsafa bilan o'zbek farzand yaratadi. Mana bu falsafa bilan ham men biroz qo'shilmayman. Bu haqda albatta keyingi videolarda gaplashib o'tamiz. Azizlar, bugungi yetkazmoqchi bo'lganlarim mana shu. Albatta bu qizg'in mavzu. Video tagida kommentariyada o'z fikrlaringizni bildiring. Albatta mana shu mavzu haqida alohida bir to'g'ridan to'g'ri efir stream qilib gaplashamiz. Agar shunga rozi bo'lsangiz, bu haqida fikrlaringizni mana shu video tagida qoldiring, kutaman. Hozircha xayr, salomat bo'ling.